Assalomu alaykum, hurmatli Ikrom Jo'rayev kanali kuzatuvchilari, bizni doimo qo'llab-quvvatlovchi qadrli obunachilar. Xudo xolasa videomizni kuzatib borayotganlar biladi bu qo'rani. Bir hafta bo'lib bo'lgani yo'q. Islom akamizni video obzorini qildik. 20 dona qo'yga yem berish, semirtirish, 2,5 oyda tayyorlash haqida video borganmiz. Xuddi o'sha qo'ylarimizda endi yem berdik. Hozir yemini berdik. Shu yeyish-ichishlarni jarayonida bir sizlarga ko'rsatib boramiz. Videomizni o'tkazib, yo'qotib qo'ymaslik uchun like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu qo'rada 6 dona qo'yimiz bor hozircha. Mana yemini berdik. Yeyapti. Yeyish-ichishlari a'lo. Yana bir ma'lumot, nabodonda kimgadir ishonchli, ya'ni shu qurbonlik qalay qilaman deganlar uchun sog'liq qo'ydi 100% ishonchli qisir bor. Sotiladi. Xohlagan xohlovchilarga kiloga ham tortib beriladi. 65 ming so'mdan. Qo'ylarimizning holati zo'r, xudo xolasa. Qo'ylarimiz. Qadrli obunachilar. Bu yerda 6 donasi. Bu yoqda 20 donasi. Ma'lumot uchun yemlarini pishirib beramiz. Shu videoda ko'rsatib o'tganmiz o'tgan safarga ham. Videolarni pishirib beramiz. Ya'ni 6 kilo yemingizni pishirib, unga qo'shadigan qo'shimchalarni, cho'liq kepaklarni qo'shib, sal nam bilan aralashtiradigan bo'lsangiz, 6 kiloni pishiruvga qozonga solsangiz, u 20 kilodan o'tib ketadi. Chunki aralashtiradigan narsalari bilan ham pishadi, ikki barobar bo'ladi. Unga aralashtirgandan keyin nam yoqqandan keyin 20 kilo 30 kilodan o'tib ketadi 6 kilodan sangiz. Va o'shani pishirish uchun o'zini go'ngidan foydalanamiz, ya'ni qiyidan bo'linmagan holatda tozalab olinadi. Shuni quritishga qo'yiladi. Quritishgandan keyin qozontaga qo'yilib yoqiladi. Mana qadrli obunachilar, yeb ichishlari. Shu aytib o'tganimdek, kerak deganlarga sotilaveradi. Ma'lumot uchun mana shu qo'yimiz hali qo'zi. Mana gavdalarni ko'rib turibsizlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Telefon raqamlarimiz 93 151 20 02 raqamlariga bemalol bog'lanaverasizlar. Bu yerda 8 dona, 12 donasi bu tarafda mana qadrli obunachilar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar kimga kerak bo'lsa. Xo'sh, bu qo'radagilar 20 dona hammasi. Bular pashti 80% yoki 75% tayyor. Ya'ni so'ysa bo'laveradigan, kimga masalan kerak bo'ladigan bo'lsa. Turgan holatida ham kelishaveramiz, kelisalaring, kiloga tortib bersalar, kiloga ham tortib berilaveradi. Ma'lumotlarni telefon orqali bemalol bilib olsalar ham bo'ladi. Telefon raqamimizni videomiz ostiga joylab qo'yamiz mana. Pullarimiz. Qadrli obunachilar. Yem berish jarayonida. Hammasi boshini ko'tarmay yeyapti. Yeb bo'lgandan keyin qo'ylar hammasi yotadi. Bo'ldi. Shu bilan rejimi mana ko'rsatib o'tamiz. 6 dona paqirda hozir mana shu 20 donani o'ziga 6 dona paqir berilyapti. Yana 6 dona paqirda o'lchov birligimiz 6 dona to'liq pishirilgan, ya'ni bug'doy, makka, cho'lg'i, kepakni aralashtirib, makka bilan bug'doy pishirilgan. Uni ustiga pishirilgan holatiga kepak bilan cho'lg'ini qo'shib, aralashtirib, namini qochirib, ya'ni holatini qochirib turib, quruq holatda bo'lmaydi, lekin quruq shirog'on holatda bo'ladi, chang ko'tarilmaydigan holatda, keyin so'ngra beriladi. Endi o'rtacha 20 dona qo'yimizga har bitta paqirimizga 5 kilodan hisoblagan taqdirimiz ham, lekin 5 kilo emas, bu yerda 6 kilodan ko'p, ba'zi birlarda 8 kilo, ba'zi birlarda 10 kilo ham chiqadi. Endi buni quyug'i qiladigan bo'lsak 35 kiloga aylanadi. 6 ta paqirimiz. Bo'ling 36 kilo deylik, 6 kilodan 36 kiloga 20 donaga qo'yga beramiz. Endi o'zlaring hisoblab olaverasizlar. O'tgan safar bundan oldingi videomizga kirsalaring, kimda kim ko'rmagan bo'lsa, katta video qilingan. Islom akamdan o'zlari hamma ma'lumotlarni berib o'tganlar, qanchadan taxminiy ketishigacha hisoblab chiqib aytilgan. Endi bizda ham hashaklar oldindan ko'ribniroq olib qo'yiladi, kalitetsasi ko'p bo'lish uchun, shuning uchun hisobini olingan qadrli obunachilar. Xudo xolisa bizni kuzatib boringlar. Bu 26 o'tgan safarga qo'yilib 20 ta ko'rsatgan bo'lsak, endi
Hozir bu safarga kelib mana 26 dona qo'y bo'ldi. 26 dona qo'y bo'ldi. Bularni ham yunglarini olib qo'yamiz. Yungini olishda ham o'ta katta gap bor, chunki bu asosan olyapti turgan quvvati yungga ketib qolmaslik kerak. Yungga ketib qoladigan bo'lsa, mana yeyib turgan anaqasi tanasiga bermaydi. Tanasiga bermagandan keyin uni boqishdi. Qo'pol qilayotganda hojati ham yo'q. Bekorga baxt bergan bo'lasiz xolos. Shu holatlardan kelgan bular hozir mana 20 donadan 26 donaga chiqdik. Alloh nasib, xudo xolisa videomizni har bitta qo'yib turgan videomizni kuzatib borsalaring, 40 ta qilib bu yerga 10 dona va og'ilimizni ham shu tozalab tayyorlab qo'yilgan og'ilga ham 10 dona qo'ymoqchimiz. Xudo xolisa mana yoqilyapti turgan qiylari xuddi mana shu holatda qup-quruq bo'ladi, balki qo'yib qo'yilgan. Shuni olib borib yoqilyapti. Ularni ham juni olingan holatda ko'rsatamiz. Xudo xolisa junidan imkon qilsak, junini olyapti turgan holatda ham videomizni qilib ko'rsatamiz sizlarga, joylab boramiz YouTube'ga. Yung qirqish xizmatimiz ham bor. U O'zbekiston bo'ylab hisobiga, ya'ni soniga qarab 200 ta, 300 ta, 500 ta qizig'i yo'q, shu 1000 ta bo'lsa chiqib yungini qirqib beraveramiz. Kelishilgan narxlarda bo'ladi va soniga va joyiga qarab, ya'ni joyi qarab deganda o'zimiz Namangandamiz. Namangandan bo'lsa boshqacharoq. Endi uzoqroqda bo'ladigan bo'lsa, uzoq yo'l anaqasi ham qo'shiladi. Xudo xolisa, qadrli obunachilar, bemalol aytaverasizlar. 2 kishi, 4 kishi yoki qo'y kolичествоsi juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, 1000 va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bizga odam ko'proq kerak degan bo'lsa, hatto 10 kishigacha borib imkon darajasida tezroq tugatib berishga ham harakat qilaveramiz, qadrli obunachilar. Yana bo'lmasa qo'ramizda qo'ylar mana уже sekin berilgan holatlarni ko'rsatadi. Mana yeb ham bo'ldi pashti qo'ylarimiz. Mana bular ham tozalab bo'libdi. Mana qo'zimiz yeb to'yib shekilli. Videolarimiz manfaatli bo'lib turgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar, qadrli obunachilar va bizni kuzatib boruvchilar. Sizlarning obunangiz, like'ingiz va o'z fikrlaringizni bildirib turgan kommentariyada fikrlaringiz biz uchun juda ham muhim. Ya'ni kanalimiz rivoji uchun va biz qaytib yana video yuklashimiz uchun juda ham muhim rol o'ynaydi. Yo'qsa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qanday videolar chiqishini yoki qanday holatlarda chiqishini xohlasalaring, bemalol kommentariyada fikrlaringizni bildiringlar. Shunga qarab videolarimizni olishda davom etamiz.